Assalomu alaykum Odil aka. Tinchmisiz? Mana yangilik zo'r aka. Silovni boshladik, xudo xolasa. 2026-yil 8-iyulmi bugun yo 9-, 8mi bugun, 9mi? 8-iyul hafta kuniga seshanba mana aka. Donini qarang. Mashalloh mana. Mana aka, haqiqiy o'sha bahorga 2025-yilgi siluz. Siluz nomeradi aka, xudo xolasa. Siluzga 93lik 878 90 90 99 667 69 ga telefon qilaveradi. Odil aka xohlasa rasmni anaqasini mashinasini jo'natsin, o'zimiz ortib beramiz 900 so'mdan. Qoplangani joyida 21 ming so'm, mashinasini jo'natadi, bolalar ortib beradi 21 ming so'mdan qoplangani. 22 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab, O'zbekiston bo'ylab emas, Toshkent bo'ylab o'tkazib beramiz. Cheka joylarga yana maslahat qilamiz. Mana Siluzli donini qarang mana, Odil aka. Shu mana siluz boshladik. 1000 tonna bor, xudo xolasa. Mana bironta chirigan, irigan, ana pixlab qolgan unaqa narsalar umuman yo'q mana, Odil aka mana. Aytib ham chiqmagan mana, umuman. Ko'rdingizmi? Unaqa narsasi yo'q. Siluz toza, o'sha hamma vitamini qo'shilgan. Shu mollarni hech o'tib ketmaydi. Xudo xolasa baraka topadi. Dastlabki mana bugun seshanba ertadan boshlaymiz, chorshanbadan boshlaymiz. Mana bolalar уже 5 soat qoplabdi. Ishlayapti bolalar. Xudo xolasa dastlabki chorshanba kundan shu Toshkent bo'ylab qilib beramiz. O'zlari olib ketadigan odamlar bo'lsa kelaversin. Siluzdagi maza qiladi aka. Mana sizlarga. 900 so'mdan 100 tonnalar, 200 tonnalar oladigan bo'lsa, mashinasini jo'natsa pakyuskada ortib beramiz. Raspsnoyi. Qopi joyida 21 ming so'mdan bolalar kiradi, ortib beramiz. 22 ming so'mdan Toshkentga tashlab qilib beramiz. Boshlandi aka.